quyosh paneli qo'yayotganlar, aynan shu narsani qo'ymasanglar, sizlar juda ham qimmatga tushishingiz mumkin. Nimagaligini hozir tushuntiraman. O'zi uchun quyosh panel qo'ymoqchi bo'lganlar diqqatiga, faqatgina quyosh paneli yoki invertordan tashqari unga qo'yiladigan himoya vositalari va ularni qanday qo'yilishini yaxshilab e'tibor bering. Ana o'shanda sizni quyosh panellari yaxshi effekt beradi. Bu birinchi o'chirda himoya vositalari. Himoya vositalari nima uchun kerak? Sizni uyingizda hech qanaqangi baxtsiz hodisa bo'lmasligini oldini olish uchun kerak. Quyosh panellari uchun DC avtomat nima uchun kerak? Men qo'yayotgan bo'lsangiz, bu yerda har bitta yo'nalishimizga bitta string deyiladi. Har bitta string uchun alohida kabel ketgan bo'ladi va har bittasini himoyasi uchun kabellarning himoyasi va invertor himoyasi uchun bu yerda avtomat qo'yilgan. Aynan quyosh panel qo'yilayotganlarda shu narsaga e'tibor beringlar. Sizlarda avtomatlaringlar DC, hammasi predaqentlaringiz ham, uzuklaringiz ham bo'lsin himoya vositalari. Bu sizni himoyasi uchun kerak. Aynan sizni o'zingizni himoyasi uchun. Bu kimgadir emas. Ko'pchilik joylarda mana shu narsadan qisqartirishyapti-da, ko'pchilik tushunmaganga endi bu narsa arzonlashtirilgan holati uchun qilishyapti. Mana meniki arzon ekanini qo'yib yuborishyapti. Lekin mana shu narsangiz bo'lmasa, ertangi yoki invertoringiz yoki boshqa narsa kuyishi ehtimollari bor. Ko'rishingiz mumkin, Nura Solardan hozir 500 voltga mo'ljallangan 20 amperligi DC avtomatimiz. Aynan bu yerda mana 500 volt DC qilib berilgan va uni belgisi bor. Aynan shunaqa avtomat bo'lishi kerak. UZIP o'zi nima va u qanday himoya qiladi? UZIP to'liq nomlanishi устройство защиты импульсного перенапряжения deyiladi. Bu degani sizda to'kingiz bo'lib turgan bo'lsa, skachok bo'ladigan bo'lsa, напряжениесida ana o'sha narsani bu kesadi va kesib turib uni yo'q qilib yubormaydi, buni yerga berib yuboradi.